Mana bunday choklar ideal bo'lganini ko'rsatsam, o'zimni ishimni reklama qilgan deb qolaman ekan. Men usta emasman. Negativ yozishdan oldin o'ylamaysizlarmi, usta bo'lmasa, bu tosh sotadigan odam bo'lsa. Bu ustalarni otini aytmasam reklama qilib. Men Frostda shunchaki video olayotganimda, biz Qo'qonlikman. Qo'qonlik qilayotgan ustalarni salkam 80% mana shu stilda ishlashadi. Mana yaqqol bu video uchun qilinmaydi bizda ana. Simlar qilingan, ko'rishinglar mumkin. Mis simdan devorga dubl miqoq sim qilingan. O'sha yarim tayyor mahsulotlarimiz terishimizda xudo xohlasa 6-kuni ishlangan kunda aytyapman, kecha dam olishibdi. Bugun 6-kuni ishga kelishgan kunlari. Ko'rishinglar mumkin, xudo xohlasa zinalar oldi ham bo'lyapti. Mana endi pog'onasi katta bo'lib ketsa, yana bitta pog'ona bo'lar ekan bu yerda. Ko'rishinglar mumkin. Ustolarimiz uy egasini aytganiga qarab, o'sha nimalar, chizmalar chiqarib berishyapti. Xudo xohlasa hovlimizni ham bu taraflarigacha o'zi yurish boshlangan, zinalar qilish boshlangan, ko'rishinglar mumkin. Mana bu zina ancha qo'lda tushadi. Nimagaligini ham ko'rsatib ketaman. 25 sm razniца bor, zinani kattaroq qilishyapti. Juda kichkina ekan. Mana shunday narsalar chiq qo'lda ushlayapti. Nollar qo'yib bo'lgan. Lekin aytganimdek tezlik bo'lgani bilan sifat unutilmagan holatda choklar kecha kuni o'zim ko'rsatganimdek ideal bo'lyapti xohlasa. Alhamdulillah. Va mana bu choklarga MDF kile ishlatmanglar, spray kile ishlatmanglar deganim bilan Benfix reklama qilyapti ular. Akalar sal tafakkur qilinglar. Bu faqat Benfix reklamasi emas, bu sizlarga maslahatim. Ideal chiqyaptimi, akalar? Ertangi uy egasi ham xudo xohlasa sizlardan keyin bu odamga sizlar tavsiya qiladi ishlang, sifatli bo'lgandan. Bu narsa Benfix reklamasiga nima aloqasi bor? O'zi asli o'ylaydigan, tafakkur qiladigan odamga bu maslahatdek tuyulishi kerak. Lekin juda ko'pchilik noprofessionallar o'tirib olay negativ yozadi. Chunki u ishni o'zlari qila olmaydi-da. Xafa sizlar bitirib ketganlaridan keyin juda ko'p uy egalari mendan uka mana shuna sariq dog'lar chiqqan, ishlatishgan, kecha kuni ham tashlashdi. Uni qo'yaman alohida post qilib. Mana shu sariq dog'lar qanaqa qilib ketkizsa bo'ladi deyshadi. Afsus, qanuni ketkizish hali yo'li yo'q. 3 oyda ketadi, 4 oyda. Qayerda ketadi? Ko'rib yuribmiz-ku. Mayli, qisqasi obuna bo'lishni unutmanglar. Shunaqa sifatli ishlarni, mana shunday yarim tayyor, tez bitadigan sokinlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.